Assalomu alaykum usta aka-ukalarimizga. Ko'pchilik mana bunday remontlar bilan shug'ullanishadi. Ko'p uylarga kirsak mana bunday maslinning kraska qo'ygan bo'ladiganigacha buyog'i emotsiya qilib bo'yab qo'ygan. Endi mana bunday qilib chopib nima qilsa ham bo'ladi, lekin biz mana bunday katta rulondagi serpiyankadan foydalanib ben de yopishtirib ketyapmiz. Xudo xolasa bunimiz endi ko'chmaydi. Effekti yaxshi bo'ladi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa bitta like. Hamroh, qulaylik, bir qadam. Doim birga bo'lamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysa, xohlasa foydali maslahatlar berib turamiz. Полный сет qo'yib ketamiz. Ya hammayasi qayerga o'rgangan?